Abedgacha uxlaysanmi? Hayotdan maqsading bormi seni o'zi? Maktab bitirgandan keyin ahvol shu ekanda. Ne yuvib ketdilar-ey, maktabda eslab bir kontrpontir qilmaymizmi? Ishtaman-da o'rta. Voy, sizlar qachondan ishli bo'lib qoldilar. Agar ammeni o'g'li insga kirib ketsa, sen qolib ketsang, kaskad sochingni kalga oldirib yuboraman. Soch ketil tekkizmang jannatim. To'roningdan hunar o'rganasan, sartaroshga shogird qilib qo'yaman seni. Soch tozalab yuramanmi, bosh yuvib? O'zim uyimga o'zim siqmayapmanmi? Qo'y, xafa bo'lma. Insga kirsang, mashina beramiz. Mana, Renessans ta'lim universitetiga onlayn imtihon topshirib o'qishga kirdim. Kontrakt kim to'laydi? Kontraktlari ham arzon. O'zim ishlab bo'lib to'lasam ham bo'ladi. Xohlasam 2 yil o'tdi, 2 yil chet elda o'qiyman. 2 yil qoramni ko'rmaysizlar. Diplom o'tarkanmi o'zi? Davlat namunasidagi diplom beriladi. 100% o'tadi. Endi mashina berasizlarmi? Mana. Nega hayot besham?